aylantirar ekanam, chunki haqiqiyga o'xshaydi. Voy, hayajonlanib ketyapman. Keyingisida bizni nima kutyapti? Azizlar, menimcha bu joydan prosta o'tib ketish mumkin emas. Men hozir tezda selfie qilib olaman. Chet elga chiqishinglar shart emas. O'zimizdan O'zbekistonda ham shunaqa go'zal joylar ochilgan. To'g'risi, ertakka tushib qolganga o'xshayman. Bu meni tabiiy emotsiyalarim, chunki men bunaqa go'zalliklarni juda yaxshi ko'raman. Ayniqsa qanaqadir ertak personajlari bo'lish aynan manbob joy ekan. Aya Project Magic Cityda yaqinlaringiz bilan albatta tashrif buyuring.